Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bizda yangi mavzu kimyoviy bog'lanishning xossalari mavzusi. Bundan oldingi darsda sizlar bilan biz kimyoviy bog'lanishlarni o'tgan edik. Esinglarda bo'lsa, kovalent bog'lanish, ion bog'lanish, metal bog'lanish, vodorod va donor akseptor bog'lanishlar. Demak, kimyoviy bog'lanishda o'ziga yarasha xossalari ham bor, ya'ni ular o'rtasida qanday bog'lanish, nimalar deyiladi? Masalan, bog' uzunligi tushunchasi, bog' energiyasi tushunchasi yoki bog' qutublilik tushunchasi, yo'naluvchanlik yoki to'yinuvchanlik xususiyatlari mavjud bog'da. Demak, o'sha kimyoviy bog'lanish xossalarini sizlar bilan bugun biz demak ko'rib chiqamiz. Kimyoviy bog'lanishning xossalari deganda o'zi nimani tushunishimiz kerak biza? Kimyoviy bog'lanish bu o'zi aslida bog' uzunligidan boshlaymiz. Demak, bog' uzunligida bog'lanayotgan atom yadrolar orasidagi masofa bizga nima deyilar ekan? Bog' uzunligi deyilar ekan. Demak, mavzuni yozib oladigan bo'lsak, kimyoviy bog'lanish xossalari. Demak, bog' uzunligi bu bog'lanayotgan atom yadrolari orasidagi masofa bog' uzunligi deyilar ekan. Xo'p, boshlashdan oldin bu mavzuyimizni ya'ni mana shu video darsligimizning mavzusini kanalimizga tashlaganmiz. U o'sha Xolmurodov kimyo kanaliga kirsanglar, PDF shaklida turgan bo'ladi. Demak, o'zi masalan mana shu demak atomni oladigan bo'lsak, atomda demak markazida nimasi bo'ladi? Yadrosi bo'lar edi va uni atrofida elektronlardan iborat edi. Demak, mana shu yadrodan bizaga to atomda qobig'igacha bo'lgan joyi bizaga nima deyiladi? Elektronning uzunligi, ya'ni aytaylik radiusi desak bo'ladi. Ya'ni radius bu diametrda yarmi hisoblanadi. Chunki diametr bu 2 radiusga teng. Ya'ni aylananing yarmi bu diametr va uning yana yarmi radius hisoblanadi. Demak, mana shu masofa hozir sizlar bilan kimyoda o'sha bog' uzunligini topishda bizga yordam beradi bu uzunlik. Demak, aytaylik bizga misol tariqasida yana bir aylana chizadigan bo'lsak, atomni oladigan bo'lsak, ikkinchi demak atom bilan bog'lanish yuzaga keldi. Masalan, mana ikkita atom bir-biri bilan bog'landi va ana endi qaranglar, mana bu yerda demak buni zaryadi va mana bu yerda buni zaryadi bor. Demak, mana shu yadrodan ikkinchi yadrogacha bo'lgan masofa, demak birinchi yadrodan ikkinchi yadrogacha bo'lgan masofa bizga nima deyilar ekan? Bog' uzunligi deyilar ekan. Masalan, aytaylik buni o'zini yadrodan to atomigacha bo'lgan bog' uzunligi aytaylik 0,25 nanometr bo'ladigan bo'lsa, buniki esa 0,15 deylik. Demak, ikkalovi qo'shiladida 0,4 nanometr ekan ular orasidagi demak bog'ning uzunligi. Misol tariqasida. Yoki bizda yana bir bog'lanish bor. Masalan, uglerod bilan uglerod o'rtasidagi bog'lanish. Agar bizda uglerod bilan uglerod o'rtasida bog'lanish bitta bog' bilan bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtasidagi masofa 0,154 nanometr hisoblanadi. Xo'p, mana shunday ketma-ketlikda demak, masalan, agar adashmasam ikkita bo'ladigan bo'lsa, 0,134 nanometr hisoblanadi. Agar uglerodlar o'rtasida 3 bog' bo'ladigan bo'lsa, endi u 0,12 nanometr bo'ladi. Bular nimadan desanglar, mana shu ko'rinishda tushunib olsanglar bo'ladi. Ya'ni hammasi mana shunday hisoblangan uzunliklarda topilib, ya'ni yozilgan shu yerga. Ya'ni 0,2, 0,12, 0,134, 0,154 degan tushunchalar, ya'ni o'sha bog'lanayotgan atomlar o'rtasidagi masofaga aytilar ekan. Demak, bog' uzunligi mana shu narsaga aytiladi. Xo'p, bizda keyingi tushunchamiz bor, bog' energiyasi hisoblanadi. Ya'ni har qanday bog'lanish hosil bo'lganda energiya ajraladi va shu bog'lanishni uzish uchun xuddi shuncha energiya kerak bo'ladi. Demak, masalan, bizga aytaylik vodorod bilan fluorimiz bog'lanish hosil qildi, qanchadir energiyaga hisobiga va shu bog'ni uzish uchun ham xuddi shuncha energiya kerak. Va bu bog' energiyasiga aytiladi. Ya'ni bir mol moddani bog'lanishi
uzish uchun sarflanadigan energiyaga, demak, bir mol moddani bog'lanish uchun sarflanadigan energiyaga biz bog' energiyasi der ekanmiz. Ya'ni karralik ortganda bog' uzunligi kamayib boraveradi. Endi bu degan nima degani? Ya'ni masalan, bog' uzunligi mana shu ko'rinishda yana chizib sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni uglerodda 3 xil bog'lanish bor. Masalan, oddiy bir bog' bilan yoki 2 bog' yoki 3 bog' orqali bir-biriga bog'lanadi. Mana bunda biroz bog' uzunligi yuqori. Ya'ni bog' uzunligi bog' energiyasi biroz kamroq. Bunda bog' energiyasi yuqori. Bunda esa juda yuqori. Ya'ni mana shu ketma-ketlikda bog' energiyasi ortadi. Ya'ni ular qanchalik o'sha birlashishiga kuchli energiya ketgan bo'lsa, ularda ajralish uchun ham xuddi shuncha energiya kerak ekan. Demak, bog' energiyasi kamayishi shu tartibda tushunsanglar bo'ladi o'zingizlarga. Yoki yana bir misol tariqasida berilgan, masalan, xlor bilan xlor yoki aytaylik kislorod va kislorod 2 bog' yoki azot 3 bog'. Bunda ham xuddi tepadagi tartibda bog' energiyasi demak ortib boradi. Lekin bog' energiyasi kamaysa, uning mustahkamligi va barqarorligi ham kamayar ekan. Chunki bog' energiyasi qancha kam bo'lsa, u uzilishi shuncha osonroq bo'ladi va shu tarzda mustahkamlik va barqarorlik kam, ya'ni beqarorroq bo'ladi. Xo'p, keyingi tushunchamiz bizaga demak bog' qutubliligi. Bog' qutubliligi haqida hech qanday gap yo'q. Nazariyasini o'qib beraman. Demak, bog'lanayotgan atomlar elektromanfiyligi o'zaro farq qilganda, bu qutbli kovalent bog'lanish yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni esinglarda bo'lsa, kovalent bog'lanishi o'tgan edik, unda o'sha ikkiga bo'linar edi elektromanfiylik farqiga ko'ra. Ya'ni qutbli, qutbsiz. O'sha qutbli esinglarda bo'lsa, 0,4 dan katta bo'ladigan bo'lsa qutbli. Endi bog' qanday qutbli bo'ladi desanglar, o'sha elektromanfiylik farqi kattalashib boravergan sari bog' qutubliligi ham oshib boraveradi. Bu shunaqa tushuncha degani. Undan keyingi tushuncha bor, bog' yo'naluvchanligi. Yo'naluvchanligi degani nima degani? Bu kovalent bog'lanishi o'zi valent orbitallar joylashuviga mos ravishda ma'lum yo'nalishlarda hosil bo'ladi. Ion va metal bog'lanishlar istalgan yo'nalishda hosil bo'ladi. Demak, kovalentni tushunarli, valent orbitallar joylashuviga mos ravishda ion bilan bizga metal bog'lanishda istalgan yo'nalishlarda bo'ladi va bu o'sha bog'ning o'zini yo'naluvchanligi deyiladi. Undan keyingi tushunchamiz bor, bizga bog' to'yinuvchanligi, bu o'z nomi bilan aytib turibdi, bog' to'yinuvchanligi, ya'ni to'yinishi qanaqa tartibda bo'ladi. Ya'ni bizda kovalent bog'lanishda atomda valent bog'i, ya'ni valent qobig'i deylik, holatiga bog'liq ravishda cheklangan sonda bo'ladi. Agar u kovalent bog'lanayotgan bo'lsa, cheklangan sonda. Masalan, aytaylik, kislorodni oladigan bo'lsak, vodorod bilan bog'lanish hosil qilsa, vodorod demak bitta elektroni bor, bunda esa ikkita elektron yetmayapti. Demak, bundan bizga ikkita kerak. H2, endi sal teskari yozib qo'ydik. Ya'ni vodorod va kislorod deylik. Demak, kislorodimizga ikkita elektron yetmayapti, va bunda esa bitta elektron bor. Shu hisobiga bu demak ikkitada bo'ladi, ya'ni ikkita vodorodimiz kisloroddan oladi va bog' to'yinuvchanligi shundan. Ya'ni kovalent bog'larda o'sha cheklangan sonda bo'ladi. Ikkitami? Ikkita. Bo'ldi, oshib ham ketmaydi. Lekin masalan shu yerda kislorod misolida tushuntiradigan bo'lsam, kislorodimiz aksincha o'sha kovalent bog'lanishda 1, 2, 3 gacha bo'lishi mumkin bog' hosil qilishi. Ion bilan metal bog'lanishda esa u 5, 6, 7, 8 gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 5, 6, 7, 8 da bog' to'yinuvchanligi xossasiga ega emas. Ya'ni bog' to'yinuvchanlik xossasiga amal qilmaydi. Ularda turlicha bo'lishi mumkin. Bizda faqat bog' to'yinuvchanligiga amal qiladigan bu bog'lanish turi kovalent bog'lanish bo'ladi. Mana sizlarga tushuntirib berganimdek, ya'ni kislorodda masalan shu yerda bitta, ikkita yoki 3 ta bo'lishi ham mumkin. Ya'ni metal massalar bilan bog'langanda. Mana bu suvda esa ikkita. Aytaylik peroksidlarda bo'lsa bitta. Mana shunday ko'rinishda ketaveradi. 3 talik ham bo'lishi mumkin. Demak, mana shu tushuncha bizga bog' to'yinuvchanligi tushunchasi deyiladi. Demak, kimyoviy bog'lanish xossalari mana shular, ya'ni bog' uzunligi, bog' energiyasi va bog' qutubliligi, bog' yo'naluvchanligi va bog' to'yinuvchanligi. Aslida bu mavzu deyarli tushuntiriladigan mavzu emas, lekin bizning maqsadimiz Kimyo 0 dan kanalimizning maqsadi haqiqatan o'sha darsliklarni 0 dan olib borib berish. Ya'ni repetitorlar qanday tartibda o'tadi yoki kimyoni o'rganish uchun qanaqa ketma-ketlikdan foydalanish kerak degani uchun biz o'sha maqsadni, ya'ni rejani maqsad qilganmiz.
Shuning uchun ketma-ketlik shu mavzuga kelib qolibdi va buni ham darslik qilib chiqarishga qaror qildik. Ya'ni ko'p yoziladigan emas, ko'p o'qiladiganligi uchun. Shu sababdan darsimiz qisqa bo'lmasligi uchun biz sizlarga keyingi mavzu sifatida kristal panjara mavzusini qo'yib beramiz. Demak, ekranga qaratamiz fikringlarda. Demak, mana ekraningizda ko'ringan bo'lsa kerak. Demak, mana bizga kimyoviy bog'lanishning xossalari mavzusini nazariyasi va endi biz kristal panjaraga qaytamiz. Demak, kristal panjara o'zi nima? Kristal panjaramiz bu kimyoviy bog'lanishga nisbatan yordam beradigan mavzu hisoblanadi. Ya'ni bu ham kimyoyimizda kerak bo'ladigan mavzu. Demak, bu haqida ham batafsil to'xtalamiz. Ya'ni, qattiq moddada zarrachalar tartibsiz joylashish natijasida bizga amorf tuzilish yuzaga keladi. Buni sizlar bilan allotropiya mavzusida ham o'tgan edik. Ya'ni, umuman olganda o'z moddachalarni tartibsiz joylashishi amorf, tartiblisi esa kristal tuzilish deyilar edi. Demak, tartibsiz bo'lsa bu amorf ekan. Xo'p, bunday tuzilishli moddalar maydalanganda dastlabki shaklini yo'qotadi. Amorf tuzilishli moddalar, ya'ni moddalarda izotrop moddalar ham deyiladi. Bunday moddalarning elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi, nurni tarqalish tezligi yoki boshqa xossalari bilan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, shisha, yog'och, qum, smola, kanifol, polimerlar bunga misol bo'ladi. Qattiq moddada zarrachalar tartibli joylashishi esa boya aytganimizdek kristal tuzilish deyilar ekan. Kristal moddalar tuzilishi esa kristal shaklida juda ko'p, ya'ni juda ko'p bo'ladi. Ya'ni ularni biz 32 guruhga bo'lamiz. Bularda esa bizga 6 sistemaga bo'lish mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Demak, birinchi sistema bu bizga kubik sistema, ikkinchisi tetragonal, uchinchisi heksagonal, triklinik, monoklinik va rombik sistemalarga bo'linar ekan. Demak, 32 ta guruh 6 ta sistemaga bo'lishimiz mumkin ekan bu kristal moddalarning kristal tuzilishini. Demak, bunda tuzilishli moddalar quyidagilar kiradi. Olmos, shakar, muz, osh tuzi, temir kristallari bunga misol bo'ladi. Ana endi biz tugunida qanday zarracha saqlaganiga ko'ra biz atom, molekulyar, ion va metall kristal panjaralar bilan bugun farqlab chiqamiz sizlar bilan. Demak, birinchi navbatda biz atom kristal panjara bilan boshlaymiz. Demak, atom kristal panjarada tugunida atomlar joylashgan bo'lsa, bizga demak atom kristal panjara deyiladi va ular orasida mustahkam kovalent bog'lar mavjud. Shu sababdan ular yuqori temperaturada suyuqlanadi va amalda suvda erimaydigan moddalar hisoblanadi. Masalan, bunga olmos, grafit, kvars, germaniy, bor, qizil fosfor, qora fosfor, kremniy karbid va demak titan toroksidi misol bo'lar ekan. Bu misollarni yodlab olinglar. Kitobda bori va qo'shimcha ravishda o'sha DTMda tushadigan misollar kiritilgan bu yerga. Mana shularni o'zi ham atom kristal panjaraga yetarli miqdorda misol bo'la oladi. Shuning uchun bularni yodlashimiz kerak. Chunki bizga savol tushib qolishi mumkin. Ya'ni atom kristal panjaraga ega bo'lgan moddalar qatorini toping deganda mana shularni demak bilib olishimiz kerak ekan. Xo'p, ikkinchi kristal panjaramiz esa bizga molekulyar kristal panjara hisoblanadi. Ular endi tugunida molekulalar joylashgan bo'lib va ular orasida juda kuchsiz molekulalar aro bog' mavjud bo'ladi va shu sababdan ularning moddalari uchuvchan, past temperaturada qaynaydigan bo'ladi. Bunga nima misol bo'ladi desanglar, bunga asosan molekulyar moddalarni olib ketaversanglar bo'ladi. Chunki tugunida molekulyar moddalar saqlagani uchun bunga misol bo'lib ketaveradi. Demak, masalan, suv, quruq muz, ya'ni karbonat angidrid yoki yod, brom, vodorod, kislorod, azot, oq fosfor, metan, etil spirti va ko'pchilik organik moddalar ham molekulyar kristal panjarali bo'lar ekan. Xo'p, undan keyingi bizga kristal panjaramiz ionli kristal panjara bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, biz ion bog'lanishda nima hisobiga yuzaga keladi dedik? Qarama-qarshi zaryadlar hisobiga. Bu yerda ham xuddi o'sha, faqat tugunida endi sal so'zni o'zgartiramiz. Ya'ni tugunida qarama-qarshi zaryadli ionlar joylashgan bo'lib, ular mustahkam ion bog'lanishi mavjud bo'ladi va shu sababdan qaynash, suyuqlanish temperaturalari yuqori, suvda yaxshi eriydi, erigan va suyuqlangan holda elektr tokini juda yaxshi o'tkazadi. Masalan, tuzlar, ishqorlar, metall oksidlari, umuman ion bog'li birikmalar, natriy xlor, kaliy gidrid, kalsiy oksid, demak litiy oksid yoki fosfor xlor 5, ya'ni fosfor
5 xlorid fosfor, 4 xlorid fosfor, 6 xlorid bunga misol bo'lishi mumkin. Demak, ion kristal panjara shulardan iborat bo'ladi. Metal kristal panjaramiz ham xuddi shunaqa bog'lanishdan farq qilmaydi. Faqat tugunida deb aytsanglar bo'ldi. Ya'ni tugunida biz aytganimizdek metal atomi, metal ioni va ular orasida elektronlar hisobiga yuzaga keladigan panjara, ya'ni tugunida shunaqa uchta tushunchamiz joylashgan bo'lsa, u bizga metal kristal panjaraga misol bo'lar ekan. Demak, ular qattiq holda issiqlik va elektr tokini yaxshi o'tkazadi, yorug'lik va radio to'lqinlarini qaytaradi. Metallar oddiy moddalari va ularning qotishmalari shunday kristal panjarali ko'pchilik yuqori temperaturada suyuqlanadi. Demak, oddiy moddalar yuqori temperaturada suyuqlanar ekan, metal kristal panjaraga kiruvchi moddalar. Bunga misol tariqasida natriy, temir, alyuminiy, mis, po'lat, jez degan moddalarni olsak bo'ladi. Bunda o'sha kimyoviy bog'lanishda esinglarda bo'lsa, metal bog'lanishda nima misol bo'lsa, o'sha yana bu yerga ham misol bo'ladi. Ya'ni tugunida shunaqa narsa saqlagani uchun. Demak, metallar bizga 3 xil ko'rinishda panjaralar shaklida moslashar ekan. Demak, birinchisi yoqlari markazlashgan kub shaklida bo'ladigan bo'lsa, mis, kumush, oltin, platina, palladiy, nikel. Hajmi markazlashgan kub bo'lsa, demak, xrom, bariy, ishqoriy metallar. Geksagonal, ya'ni 6 degani gekso, 6 shaklda katak, ya'ni 6 qismli katak shaklda joylashgan bo'lsa, bizga demak beriliy, kadmiy, rux, magniylar misol bo'lar ekan. Demak, metallarda o'sha panjarada joylashish shakli ham 3 xil ekan. Demak, kristal panjaralar ham shulardan iborat. Aslida kimyoviy bog'lanishni yaxshi tushungan o'quvchi kristal panjarada qiynalmaydi va bu yerda qiyinchilik tug'diradigan narsa, hurmatli o'quvchilar, misollarni yodlab olishinglar kerak. Ya'ni o'zingizga qulay qilgan holatda. Chunki bu o'sha misollaridan tushishi mumkin. Masalan, savol berish mumkin. Natriy xlor qanday kristal panjaraga misol bo'la oladi yoki titan toroksida yoki metan. Mana shunday tushunchalarni, ya'ni mana shunday moddalarni beradi. Sizlar undan o'sha qanaqa kristal panjaraga kirishini topib olishinglar kerak bo'ladi. Shu uchun bizga mana bu kristal panjara mavzusi kerak. Demak, kristal panjara va mana yuqorida ko'rib turganinglardek kimyoviy bog'lanishning xossalarini bugun mana ushbu video darsdan keyin kanalga PDF ko'rinishini tashlayman. Bemalol olib, foydalanib, chiqartirib olib o'qisanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizga foyda bo'ladi. Demak, mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzuyimizning qayerdadir xato kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Albatta to'ldiramiz va bizga muhimi qo'llab-quvvatlashda motivatsiyani eng zo'ri bu kanalga obuna bo'lishi. Hurmatli o'quvchilar, biz demak shu yil davomida eng kami 5000 dan 10000 tagacha obunachi yig'a olishimiz kerak. Bunda sizlarning ko'maginglar kerak. Ya'ni obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosinglar, like tugmasi, yurakchani ezib yuboringlar, ustidan chiqib bossanglar ham bo'ladi. Bu bizga albatta motivatsiya bo'ladi. Sizlardan nima ketdi? Bizdan yaxshi darslik, sizlardan arzimagan like. Demak, Xolmurodbek onlayn kanalidan uzoqlashmang. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.